Har to'kisda bir ayb deganlardek inson zoti ayb va nuqsondan xoli emas. Har bir inson borki kamchiligi bor. Aybi yo'q xotin topaman degan inson xotinsiz o'tadi, aybi yo'q er topaman degan inson ersiz o'tadi, aybi yo'q do'st kerak degan inson do'st topa olmaydi. Aybi yo'q imom kerak desa imom ham topa olmaydi. Beayb faqat Alloh taolo. Har birimiz borki xatodan, kamchilikdan xoli emasmiz. Shu bilan insonmiz. Agar aybimiz bo'lmasa, kamchiligimiz bo'lmasa, biz inson zoti shundoqki shoshqaloqda Alloh Qur'onda aytadi. Inson shoshqaloq bo'ladi. Aybimiz, kamchiligimiz bo'lmasa, biz fir'avnlashib ketamiz. Fir'avnga o'xshab, men xudoman deb yuboramiz. O'sha ayblarimiz, kamchiliklarimiz, gunohlarimiz borki, bizni bunday pasaytirib turadi. Bunday insofli inson xatolarini bilib, gunohlarini bilib, Alloh taoloni eslab duo qilib turadi.